Va nihoyat Amerikadan kelgan zamogimizni ham o'rnatib oldik. Bitta ko'ring, e'tibor qiling. Eshigimiz ochildi. Bilaman aka, podpiska tashlamasdan kanalimizni kuzatasiz. Hozir bir narsa ko'rsataman, undan keyin kanalga podpiska bosib qo'yasiz. Yaxshilab eshiting, eshikni yopib ko'rsataman. Hech qanaqa taraq-turuq, temir-temirga teggan ovoz umuman yo'q. Bunisida ham xuddi shu. Eshitdingiz-a? Eshigimiz o'ta baquvvat qilib yasalgan. O'shaning uchun kanalga podpiska tashlab qo'yaverasiz. Eshigimiz 100% termoizolyatsiya qilingan, hattoki profillarni ichigacha mineralniy vata bilan to'ldirilgan. Eshigimizda alohida peshburun mavjud emas. Eshigimiz bir-biriga zamok bo'lib yopiladi. Orasida bu tarafda aylanasiga uplatlnitillar mavjudligini hisobiga eshigimizda hech qanaqa shovqin-suron bo'lmaydi. Sharnirlarimiz skritli svarkalada. Oynalarimiz ikkitali steklopaket, uplatlnitilda qotirilgan hammasi.